Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan premium darajadagi o'z prodaktlarimizni ko'rib chiqamiz. Oldi полный panoramli oyna bo'ladi. O'z prodaktlarimizni usturovga qilganimizdan keyin oynasini qo'yib beramiz. Alkafon, sandwich panel. Ishdan kirib kelishda o'ng tomonda rahbar xonasi bo'ladi. Chap tomonda buxgalter xonasi bo'ladi. Bu yerda hojatxona, rakmina, unitaz qo'yilgan, ariston ham. Bu yoqda esa mini kuxna bo'ladi. Kofe, choy yoki bir narsalar pishirib tayyorlab chiqish uchun alohida o'ylab topilgan. Alohida to'xtab o'tiladigan narsa, agar mijoz talabiga qarab mebellar ham yasab beriladi. Elektr tarmoqlari hammasi montaj qilingan. Bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, ventilyatsiya tizimi ham qo'yilgan. Bu yerda ko'rib turganlaringdek devor mebelniy doska bo'ladi, pol laminat bo'ladi, tepa natijnoy bataloy bo'ladi. Klientimiz premium darajadagi mahsulot xohlaganligi sababli mebelniy doska, pol laminat bo'ladi, tepa natijnoy bataloy bo'ladi. Keyin bu 12 ga 4 48 kvadratda bo'ladi. Buning aynan kvadrati shu mahsulotimizning kvadrati $600 dan chiqyapti. Klient talabiga qarab buni kamaytirish yoki ko'tarish talabi bu. Xohlagan talabiga qarab qilib beriladi. Bu yerga keladigan bo'lsak, reservation xohlasa bu yerga kompaniya logotiplari, ish yorlarini yozib qo'ysa bo'ladi.